Assalomu alaykum, Asalari hayot kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 2026-yil 6-may holatiga asalarilarimizda doralash ishlari lenta qo'yib chiqamiz. Kanaga havo kun botyapti. Havo yaxshi, asalarilar zo'r ishlab kelishyapti. Mana issiq endi pasaydi. Surxondaryo viloyati Jarqon tumanidamiz. Asalarilarga mumparda berish mavzusi to'g'risida video qilgandik. Texnik sabablarga ko'ra bizni eski videolarimiz efirga uzatilibdi. Shuning uchun sizlardan uzr so'ragan holatda 2025-yil arilarimiz mumpardaga ishlashyapti. Telefonni o'rnatsak. Asalarilarga mumparda berish mavzusi to'g'risida mana 2025-yil oylamiz 9 romkada o'tiribdi. Mana oxirgi romkasi yarmiga bola qo'ygan, mana ochiq uruq, yarmiga asal qo'yibdi. Bunga nima qilamiz? Boshdan ko'rib keldik, taxlab. Mana bu yerda usti ochiq rasplotli uyalarimiz bor. Shularga mumparda qo'yamiz. Asalarilar уже daladan qaytyapti. Mana ikkita ochiq rasplotni o'rtasiga va kirish litogini to'g'risiga qo'yapmiz. Daladan shira kelishi yaxshi. Arilar ishlayapti. Mana mumparda berayotganimiz, agar havo sovuq bo'lsa, bahor oylari yoki ob-havo ma'lumotlariga qarab qo'yganimizda arini kuchini ham hisobga olamiz, ob-havoni ham hisobga olgan holatda yaxshi bo'lish uchun agar mana oxirgi romka rasplotlik bo'ladigan bo'lsa, arilar miqdori kam va sovuq kunlar bo'ladigan bo'lsa, havo yomg'irmi, shamolmi, mana bu diafragmamizda mana shu yerga qo'yamiz. Bir tarafini bitirib, ikkinchi tarafini ham bitiray deganda bu yerdagi mumpardan olib o'rtaroqqa qo'yamizda bu yerga yana bitta mumparda bersak bo'ladi. Hozir havomiz yaxshiligi, havo yaxshi bo'lganligi sababli va mana bu oxirgi romkamizni mana bu bir tarafida yarmida ochiq uruq, bu tarafida karmovoy qilib ishlatayotgan sababli mana shu ikkita ochiq uruqlikni o'rtasiga qo'yishga qaror qildik. Agar ochiq rasplot bu tarafda qolib ketib biz o'rtaga qilsak, arilar buni to'qishga kelganda mana bu yerda turgan ochiq rasplot usti ochilib qoladi. Yetarli namlik, issiqlik, oziqa bo'lmagandan keyin asalarida geneliz chirish kasalligi kelib chiqadi. Shuni inobatga olgan holatda asalarilarga to'g'ri mumparda berishni ko'rsatmoqchi edim. Shu bilan birgalikda chirish kasalligini keltirib chiqarib qo'ymasligimiz uchun ari yaxshi bo'lishi kerak. Profilaktika sifatida asalarilarimizga kanaga dori beryapmiz. Mana Fluamamol degan, bu reklama emas. Men hech kimning mahsulotini reklama qilayotganim yo'q hozir. Fluamamol o'zimizda asalarichilik magazinlarida bor. Buni Namangandan olib kelganman. Shifo asalarichilik do'konida Irvodondan olib kelganman. Mana bu endi yarmini qo'yamiz. Xo'p, hozir asalarilarimizda o'rtasiga qo'ydim. Mana shu yerda arilar harakatlanganda buni hidi tarqalib biz ko'rmagan yoki bitta ikkita kana kasalliklari kanalar
yo'qoladi va buni hozir 2 soat oldin qo'yib tekshirdim. Instruksiyasida ham shunday deyilgan. Qo'yib tekshirib ko'ringlar deyilgan. Sababi yosh arilarni ko'p to'kib yubormasligi uchun men hozir yarimtadan qo'yapman. Va где-то bir 60-70% erkak arini turten arilar to'kyapti. Bo'ldi, endi bizga erkak arilar kerak emas. Xudo xolasa ona arilarimiz urchib bo'ldi. Faqat meni nukleishimizda ozroq qoldi. Unga yetarli erkak arilar qolgani bizga yetadi. Shunaqa. Keyin buni berganimizdan keyin hozir sepma dori sepsak ham bo'ladi yoki dempushka bilan sepsak ham bo'ladi, lekin tabiatdan asal kelayotganligi sababli asal mahsulotiga o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatib qo'ymaslik uchun biz lenta beryapmiz. Akarapidos kasalliklari va shu asalariga tushadigan kanalar Braula kanasi aslovnoy и o'zimizda Varroa kanasi. Shu hamma biladi, Varroa kanasi, toshbaqa kana deydi. Shunga qarshi qo'yilyapti. Xudo xolasa arilar yaxshi, mana jahl qilga yo'q, mana qo'limizni o'ynatsak ham, boshqa qilsak ham arilar holati yaxshi. Rahmat sizlarga. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishlaringizni so'raymiz. Qilayotgan ishlarimiz shu. Arilarga mumparda talablariga mumparda qo'shyapmiz. Bir ikkita boshqa oilalardan ham ko'rsatib o'tdik. Mana erkak arilar yuribdi. Mana erkak ari, mana erkak ari. Xo'p, yana ko'plab ko'rsatishim mumkin. Erkak arilarda to'kilganini. Mana shu yerda hozir juda ko'p yuribdi. Mana erkak ari yuribdi. To'kilgan. Mana hammasi mana erkak ari. Mana bu ham mana erkak ari, mana erkak ari, mana shu hammasi erkak ari. Shu oldi taraflarda ham rosa erkak arilar to'kilgan. Mana yana erkak arilar yuribdi. Qisqasi erkak arilarni to'kyapti. Mana bu oilalarimizga 1-2 soat oldin bergandim. Mana erkak ari. Mana ko'pini chumollar toshyapti mana. Oldida chumollar yuribdi, o'lganni o'lgan, tushgan toshib ketyapti. Holat shu. Asalarilar yaxshi ishlayapti, mana hamma yoq bardak, bunga tartibsizlik. Mana 2026-yil onarlarimizdan ham ko'rsatib qo'yik. Ishlab turibdi. Hozir mana bu yerda turganini onarisini oldim. 2026-yil onarimizni olib berdim. Mana bu ham oxirgi romkasigacha tuxum qo'ygan. Mana ularga hali lenta qo'ymadim. Mana arilar oqartirib asalga ishlab turibdi. Mumparda berayotganligimiz sababli ayrim oilalarga ozgina sirop berib yuboramiz. Buni zarari yo'q, asalga qo'shilmaydi. Arilar mumpardan yaxshi to'qiydi. Shunaqa arilar ishlab turishibdi. Rahmat hammalaringizga. Kanalimizni kuzatib borayotganlaringiz uchun like va podpiska, o'zlaringizni kommentariyalarni qoldirishlaringizni so'rayman. Imkon boricha kommentariyada hammaga javob qaytarishga harakat qilyapman.